Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana bugun men sizlarga Madina shahridan bir go'zal, ajoyib joyni tavsiya qilgim keldi. Kelib oilaviy farzandlar bilan, nevaralar bilan, opa-singil, aka-ukalar bilan kelib bir chiroyli madaniy hordiq chiqarib ketadigan sharoitlarni ko'rsatib o'taman. Kuzatib turinglar. Obuna bo'lib like bosish esdan chiqmasin. Like bosib obuna bo'lishimiz bepul. Sizlardan plastik kartadan ham ketmaydi, naqd pul ham ketmaydi. Faqat sizlarning ishonchingiz bo'lsa bas. Mana azizlarim, mana shu yerda qo'linglardan qanday taom tayyorlash kelsa, mana shu yerga kelib bemalol tayyorlab iste'mol qilib, dam olib, madaniy hordiq chiqarib ketishinglar mumkin. Mana ikkita bu yerda millat qanaqa bilmadim, lekin nimadir tayyorlashyapti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Halinga shayx. Mana shular tayyorlayapti qanaqadir masalliq. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, Madina shahriga kelsanglar, mana shu joylar. Go'zal joylar. Mana joylarda marojniy, mana yerda shirinlik, ichimlik, kola, fanta, pepsi, bunaqa narsalar. Mana transport vositasida inshaalloh hot dog, kofe, shunga o'xshash yengil taomlar bor. Bemalol zakaz qilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Manaqa sharoitlari bor. Mana bemalol, mana ko'rpa to'shak, dasturxon, mana samovar, mana choy damlaydigan. Bemalol kelib ana qilsanglar bo'ladigan sharoitlar bor. Dam oladi. Assalomu alaykum. Sharoitlar bor. Bu o'yinlarda minuti 1 riyal ekan. 10 daqiqa o'ynasanglar 10 riyal ekan. Qo'shimcha yana o'ynaydigan bo'lsa, shu vaqtiga qarab to'lanaverar ekan pullar. Qisqasi 1 riyali 1 minutda 1 riyal ekan. Assalomu alaykum. Kam riyal? 10 10 riyal. Kam daqiqa? 15 دقيقة ربع ساعة.